Yomon qishloqda bunaqa narsalar. Tohir akam tog'ning tagiga chiqqan taqdirda ham qoyloqchilar ko'p bo'ladi. Hech iloji yo'q. Qochib qutula olmaysan qishloqda. Katta odamlarni o'zi xalaqit beradi. Hey, yo'q kel. Ha? Ketmaning deb kel. Ha, tishimi ilon bilan ko'rding. Bir yigit bilan bir qiz masha qilib ketdi hozir. Ketdi orqasidan poylab boramiz. Sen ketman bilan belga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. O'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Ko'rdim. Qo'ysangchi. Ha. Qo'ysangchi. Mana, qaytar! Oltini to'z, to'xta, tanidim. O'zim yuragim, "Nima baqiraysan, nima?" Men yuragim, "Qo'ying, mana deysiz." Bunaqa bo'lmagan. Yo'talam kelyapti. 16 gektar makkani brigadir ham turibdi. Rostdanmi? Shu mening makkapayimga kirib ketdimi? Siz guvoh bo'la olasizmi? O'z ko'zim bilan ko'rib, quvib keldik mashakacha. Mashak kirib ketdi. O'ringlar makkapayimni. 4 ta traktor o'rtashaydi. Chiqmadi-yu. Yo'q ko'rdi. Yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rib mashaka keldi. Beda payoni o'raylar deydi. Ya, senga qo'yammi uni qidirasan, ketdan quvasan.